Farg'ona ichirigida eski bozor chiqqanmiz, ya'ni ishlatilgan mebellar sotadigan joyiga. Videoni orqa ko'rsalaring sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Shkaflar, stenkalar deysizlarmi, trimolar, sondiqlar. Ular bu tomonda ham shkaflar bor, stenkalar. Videodan like bo'lsa, bizga obuna qo'yinglar. Bizni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Xudo xohlasa videoni orqa ko'rsalaring sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Narxlar xudo xohlasa arzon bo'ladi. O'sha ko'pchilik biladi, Azamjon degan kelganmiz, ya'ni arzonchi. Xudo xohlasa bu videoda ham narxlarni arzon qilib chiqaramiz sizlarga. Mana shu ekrandagi nomerga aloqa chiqaversa, bugungi sanamiz 2026-yil 30-may hafta kuniga shanba bo'lyapti. Bu videoni yaqin tanishlarga, yaqin o'sha qarindosh urug' guruhlarga tashlab qo'yinglar. Azamjon qanisiz endi? Keling. Assalomu alaykum. Mahmadjon aka. Ayomlar o'tkazib aka. Haydlar o'tkazib. Charchamasdan. Xo'p, o'zimiz ashdan ketaveramiz. Xudo xolasa bir boshdan ketaveramiz. Xo'p, bu aka turishli shifoner hisobda. Mana aka o'rtlarigacha bor. O'rtlar yaxshi. Ikkovada yana antrasoli bor buni aka. Kaltlari olib ketib qopti, lekin ishlaydi. Pul kalti bor. Buni polkasi bo'lmagan, o'zi ikki tomoni shilka bo'lgan. Polka qo'yib qo'ydik. Polka qo'yib qo'ydilar. Polka qo'ydik. Xudo xolasa yaxshi. Ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'linadi. Bitta jup qilib ishlatishaveradi. Ishlatishaveradi, ha. Buni pulga keladigan bo'lsa, buni puli o'ta arzon. 500 ming so'm. 500 ming so'm. 500 ming so'm. Bo'yiga bitta e'tibor berasizlar, bo'yini qaraydi. Mana bu nima bilan pashti teng, stenka bilan. Bo'yi baland. 220 chiqadimi? Tepasi antrasoli bor. 500 ming so'm. 500 ming so'm. Holatlarni ko'rib turishibdi. Puliga arziydi ha. Xudo xolasa bor endi ikkita joyda chaqachiqlari bor. Aytib o'tib ketamiz. Shunaqa uringan. Ha, lekin unaqa emas, ha. Shunaqa aytibdi, qiradigan joylari. Qirilgan joylari bor. Ja strashniy anaqasi yo'q. Xo'p, keyingisi stenka aka. Amzon stenka 3 ga bo'linadi. Xudo xolasa buni ham pulli kalonlari. Orasida ko'zgulari bor. Xudo xolasa yaxshi bu ham. Bu ham puliga arziydi. Oldi qismlar MDF bo'ladi, buni. Oldi qismi MDF. Pulli. Bu ham puliga arziydi ha. Holatlarni ko'rib turishibdi, chaqachiq joylari deyarli yo'q. Bu 3 ga bo'linadi hozir. 3 ga bo'linadi. Bitta bitta bo'ladi, o'rtasi nari chekkasi. Buni e'tibor berishgan bo'lsa, 5-6 ta videoda, misol o'zimiz 3 milliondan sotdik, 3 million 200 mingdan sotdik. 3 million 800 minggacha ham sotdik bu narsani. Biz obunachilarga 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor buni. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Ichida. Dastavkaga ham qaraylar. Где-то 300 ming 400 ming berishadi. Shunaqa hisoblar beriladi. Minus bo'ladi. O'shani hisobini 2 million 200 ming dastavkasi ichida vodiy bo'ylab. Dastavkasi ichida yo'l kiraga pul bermaysizlar. Namangandan, Qo'qondan telefon qilasan, Andijonmi, Farg'ona farqi yo'q. Endi arzon deb o'ylashlari mumkin. Qanaqa aybi bor, nima bo'lgan? Deb misol telefondan ham so'rashadi hali. Telefon qilib, ayb nuqsoni xudo xolasa yo'q. Ko'zgulari aka, aynalar o'zini zamasku aynalar. O'sha aytib o'tganimizda, ha, kalyonni ayni. Просто nima desa bo'ladi? Bir so'mlik narsani ustiga 1 so'm qo'yib sotishmasda. Maqsad. Olgan odam maza qilsin, ishlatsin, foydalansin. Xudo xolasa misol egalar tarafdan yengilroq berildi bizga puli. Biz ham yengilroq qo'yapmiz. Keyingisi aka, stenkamiz. Bu Toshkent ishi firmenniy. Bu ham MDF 100%. Holatlari ideal. Buni yangi desa ham bo'laveradi. Bu endi bundan boshqa tema. Bundan boshqa bu katta narsa. Bu katta narsa. Eshiklari ham ikkita bo'ladi, o'rtasida trimo bo'ladi. Ichlari anaqa nima shaklda? Polka ekani. Polka buniki. Ko'zgulari bor. Ko'zgulari bor ekan. Endi o'zlari e'tibor berishayotgandir aka. 1 yillikda, o'sha 80 santimetrlikda. 70 santimetrlik ikkita yonida, o'rtasida nimasi bor, trimosi bor, penalka modda ham. Aka sotyapmiz misol 3,5 million sotdik, 4,5 million sotdik, 5 million ham sotdik. O'zlari misol ko'rishayotganmiz. Buni narxi o'tkaziblar, jicha baland qo'ydi shekilli, obunachilar telefon qilib uni ketsa ko'tarishmadi, so'rashdi. Buni hayit munosabati bilan
Yana aksiyaga tushirib beraman aka. Yaxshi, mana shu O'zbekda bayrami bor. Ha, O, necha pul berasiz? O'tgan yil 4 million qo'yardingizmi? 4 million qo'ydim. Buni menga telefon qilib qanday qilishda qimmat ekan. Endi bu misol telefonda qanaqa ko'rinayotganimizni tushuntirib bera olmaymiz-da buni. Agar mashq teritoriyada bo'lsa, misol 40-50 kilometr atrofida bo'lsa, kelib ko'rishsa, o'ta ideal narsa bu. Ayrim nuqsoni shu mana. Bitta mana shu ideal mana yerda ko'rinib turibdi. Ha, mana shu. Mana shu. Bu ham o'zimiz aybimiz bilan, misol mashinani tushiryapti, yuklayapti, shu ayb xolos. Qolgan joylarda Qolgan joylari ideal, tiniq holatda turibdi. Buni ishlatgan odam ham o'ta tiniq ishlatgan. Unutmagan, boshqa olmagan. O, necha pul berasiz endi? O'tgan safar 4 million qo'yildi. 3 million 700 ming qo'yamiz. 3 million 700 ming. Dastavkasi ichidami? Dastavkasi ichida qo'yamiz. Dastavkasi ichida 3 million 700 ming so'm. 3 million 700 ming. O'tgan safar Andijondan kelishdi, ko'rishdi. 36 ga bermodik. 3 million 600 mingga bermodik. Lekin o'zlari kelib ko'rishdi. Yoqtirishdi, zo'r bo'ldi. 3 million 600 mingga bermodik. Agar ko'rishayotgan bo'lsa, telefon qilib chaqirtirishsa, 3 million 700 ming so'mga yuklab berib yuboramiz. Agar o'sha kelgan odamlar ko'rishayotgan bo'lsa. 3 ga bo'linar aka. Mehrobga qo'yib ishlatsa ham bo'laveradi. Отдельно ishlatsa ham bo'laveradi. Oshxonaga belonlarda ishlatsa ham bo'laveradi buni. Holatlari tiniq, ko'rinib turibdi. Ishlari aka, holatlari. Xudo xolasa magaza urinib, xarob chiqib ketgan bas. 3 ga bo'linadi ekan. 3 ga bo'linadi. Xolasa buni. Donasi 250 ming so'mdan. Donasi 250 ming. Donasi 250 ming so'mdan. Endi buni qarang. Bitta olgan odamga 500 ming so'm. 500 ming so'm shu kattagina stenga qaraylar. Bitta olgan odamga 500 ming. Atak donaga 250 ming. Donaga 250 mingdan. Ishlarni qator ko'rsatavering. So'rashyapti, telefon qilib ishlarni tashlab berasizmi deb. Ishlar xudo xolasa yaxshi. Aytib o'tganimizda o'sha donaga aka xolasi buni tanlasin, xolasi o'tdan tanlasin. Donaga 250 mingdan, bitta olgan odamga 500 ming qilamiz. Shifonerimiz kupe. Shilgasi qo'yilmabdi. Shimiladigani, kasminadigani va murskoy tarafi. Polkalari. Mana jenskiy tarafi. Holati zo'r. Bu vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Dastavka ustanovka. Bu butunicha uyga sig'maydi. Ba'zi shopiroq boradi, chachadi. Aytgan joylar yopib kirib beradi. Bu 1 million 800 ming. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovka ichida. Dastavkasi ustanovkasi ichida. Ichida. Primo emas. Holatlari yaxshi holatda. Shu bo'y yana qolib ketdi mana. Shunaqa ketib qolyapti shu bo'yda. Holat zo'r, xudo xolasa, ko'zgulari bor, ishlarida ham yaxshilangan. Prishinasi yo'q. Buni pulga keladigan bo'lsa, buni puli 400 ming so'm. 400 ming so'm, katta 400 ming so'm. Hop, bu Trimo emas. Trimo emas. O'yinlarni yangilab berdik. Holati yaxshi holatda. Sizlar buni ham o'sha aytib o'tganmiz-da, ya'ni elektrishinasi yo'q, boshqasi yo'q. Holati yaxshi. Buni pulga kelsa bu 300 ming so'm. 300 ming. Bu 300 ming, orqada esa 400 ming. Sondig'imiz 100% taxta. Qo'ppog'i esa taxta ekan. Panel emas. Sasna. Bu 1 million 800 ming oldi. Ayni alishali, metdan bag'i qora cho'rni ayni bo'ladi. Buni puli 300 ming. 100 ming? 300 ming. Servantimiz bor.
Ikkinchi joyda. Ha, nariz joyimizda ko'rsatib o'tib ketamiz. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Keyin shunaqa uyda ishlatilmayotgan mebellar bo'lsa ham aloqaga chiqishaveradi. Aka, biz ko'p joydan kuzatishadigan sizni. Toshkentdan ham kuzatishyapti. Toshkent viloyati Toshkent shahar bo'yicha bo'lsa ham olamiz. Aytdan ham olaverasiz. Attan ham olamiz. Ishlatilmayotgan mebellar bo'lsa olamiz attan. Keyingi joyimizga o'tib ko'rsatash ikkita servantimiz bor. Xudo xolasa uni ham puli yengil. Chiroyli holatda ko'rsatib o'tamiz ularni. Mana keyingi joyga ham keldik. Aytib o'tganimizdek ikkita servantimiz bor. Aka, aynakni qo'yib beriladi. Xolasa buni olib beyilaveradi ham, ochiq qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Kitob javonga ham, uyga ham ishlatsa bo'laveradi. Tandir o'choqlarni oldiga ishlatsa ham bo'laveradi. Buni donasini 300 mingdan qilib beramiz. Biz Donasi 300 ming so'm. Donasi 300 ming so'mdan. Holatlari lekin xudo xolasa yaxshi holatda ishlari. Kimga zarur bo'lsa, aloqaga chiqishsa, xudo xolasa chiroyli qilib jupini olganga 500 mingdan qilib beraveramiz. Jupi 500 ming, donaga 300 ming 100 mingdan so'mdan. qilib beramiz. Xo'p, pastda nomer bo'ladi, bemalol telefon qilaversa, bittadan like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.